Marhamat, aziz moto havaskorlar, tayyorlab qo'ydik. Mototsiklni qarang, bagajnik вообще yarashganidan chiqdi. Endi mototsikl o'ta universalni bitta ko'rsatib beraman yon tomondan ham. Mana sherikka o'tkazib oling. Qaranglar. Yosara rosa yarashgan, xuddi zavodskoyday. Tepadan ko'rsataman. Prochni bemalol qanday e'tibor bering. Mana endi bemalol kofr olsa ham bo'ladi yoniga, xurjinlik. Katta yashik qo'ysa ham bo'ladi, yuklarni bo'ylasa ham bo'ladi. Udobni qilingan. Spesialniy pauk uchun ham kreplenlar bor. Rosa udobni, yana mana bunaqa uzun bo'lgan hisobiga ryukzakli bo'y narsani tashlab, pauk bilan shundoq bog'ligancha tortib tashlasangizlar bo'ladi. 675 MK. Polni o'zimizdan emas tuning qildik, dugalarni qo'yib yubordik, держатель, bagajnik bo'ldi bunga. Telefon держательni zo'r kelgan bizga. iPhone'chilar uchun ayniqsa, chunki ko'pchilik iPhone'larda biladi, stabilizatsiya ketib qoladi mototsiklda yurgan. Buniki lekin rosa yumshoq ishlaydi, mana ko'rayotganingizdek. Polni qiladi, oson ko'tariladi. Yana eng katta plusi bu spesialniy shunaqa model, siz bemalol syomka qilib ketsangiz bo'ladi. Buni как registrator sifatida telefoningizdan foydalansangiz bo'ladi. Buni ochib, bu kameraga xalaqit bermaydi. Ko'rayotganingiz ham gorizontalni qo'ysa bo'ladi, ham vertikalni qo'ysa bo'ladi. Xullas, вообще zo'r narsa, bomba. Keyin kerak bo'lsa, ulgurib qolinglar. Rosa tez tugayapti. Shunaqa. Xuddi shunaqa bagajnik даже 675 ga ham bor bizda SR ga. 675 SR ga ham qo'ysa bo'ladi va mototsiklni funksionalini ancha ko'tarsangiz bo'ladi. Bu kunlik foydalanishga mototsikl olganlarga juda qo'l keladigan, juda kerakli, необходим narsa hisoblanadi. Yana bitta qarab oling. Shunaqa. Bizani kuzatib boring, keyingi videolar ko'rishguncha. Qayimizda.